hurmatli obunachilar, sizlar kutgan payt keldi. Mana o'zimiz Taysonning bolalari chiqdi. Mana onasi va bolalari, bitta urug'ochi, 4 ta erkak chiqdi. Mana ko'rsatsa bo'ladi, bitta. Mana onasi ham yaxshi, qani ko'rsa. Bolalari, onamiz mana bitta. 10 kilo 12 kilo bor, mana toza qani ko'rsalar. Quloqlari yaqinda mana kesildi, yaqinlashtirib ko'rsatib qo'yamiz. Quloqlarini kestirdik. Xudo endi turishni boshlayapti quloqlari ham. Mana holatlari zo'r, ideal. Ranglari juda chiroyli. O'nimiz erkak ekan. Tim qora qani ko'rsa, o'tudar, quloqlari kesilgan urug'ochi. Примерно bir 2 oylik yaqinlashib qoldi bular. Holatlari zo'r, quloqlari endi turishni boshlashdi. Chiroyli, bir 2 kundan keyin xudo xolasa quloqdagi iplarni olib privkalari qilingan. Bunisi ham erkak ekan. Veslari og'irgina. Past 2 oylik, quloqlarini ko'rsatib qo'yamiz, quloqlari. Xudo xolasa turishni boshlaydi. O'zimiz Taysonga o'xshaydi, xudo xolasa. Ranglari ham bir chiroyli chiqqan. Endi boshlayapti mana onasi. Bu ham erkak, bu sal junliroq tug'ilibdi, lekin holati ideal, katta. Quloqlari buniki ham turishni boshlabdi. Chiroyli holati mana. Zo'r. Bo'ylari katta. Yoshiga nisbatan ancha katta kuchuklar bular.